Assalomu alaykum hurmatli xonimlar va janoblar. Bugun sizlarning e'tiboringiz markazida Bekzodbek parda bo'yicha ekspert va interyer bo'yicha ekspertman va bu videomiz internetni YouTube tarmog'iga qo'yilmoqda. Albatta sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Anjan City'dagi obyektimizga kelganmiz va bu joydagi qilib bergan ishlarimiz bilan sizlarni tanishtiraman. Qani birinchi kiradigan uyimiz. Bu joy yotoqxona. Albatta inson chiroyli va xotirjam dam olishligi uchun qulay mebel, qulay ranglar ishtirok etishi kerak. Albatta birinchi navbatda eslatib o'taman, remont qilayotgan uyingizni patologini xuddi shunday holatda va skriti karniz uchun joy tashab ketadigan bo'lsangiz, ko'p qavatli uylardagilarda bitta muammo bor. Bu ham bo'lsa xonani torligi va zichligi. Bu pardalar xonangizni baland, keng, yorug' va hashamatli ko'rsatadi. Gloria Elegantdan Turkiyadan kelgan shunaqangi sifatli bambuk tyulimiz va shunaqangi parterimiz bor. Bu interyerini ranglariga va xonani ranglariga, mijozimizni xohishlariga qarab qilib berganmiz. Endigi navbat mehmonxonaga. Eshikni yopib qo'yaman. Koridor bo'ylab kiramiz va shu joyda hashamatli mehmonxona ko'rishinglar mumkin. Va parda tanlayotganda e'tibor berishinglarni so'ragan bo'lardim xonadagi kam ishlangan ranglarga. Agar biz ham shu devor ranglariga moslab qo'yganimizda pardamiz bunaqa hashamatli chiqmasdi. Biz xonadagi gilam bilan kombinatsiya qilganmiz rangini. Turkiya jakar rangi shunaqangi och kafeniy svetda va gilamdagi shunaqa och kafeniga moslaganmiz. Bunda ham Turkiyaning eng sifatli bambuk tyuli. Nimaga? Bu minimalizm sababi umuman guli yo'q. Ozgina teksturasi bor, lekin bu ham pardaga hashamat beradi. Bu joyda ham mijozimiz skriti karniz qo'yib ketgan ekan. Albatta bu juda ham chiroyli bo'ladi. Shu o'rinda uy remont qilayotganda yana bitta tavsiyamni aytib o'taman. Mana shu radiator. Bu xonaga albatta kerak, sababi qishki kunlarda issiqlik bo'lishi uchun. Juda ko'p hollarda pardani orqasida qolib ketadi bu radiator. Bunda pardani zashitniy qismi bor. Shu zashitniy qismi buni issiqlikni tashqariga chiqara olmaydi. Shu derazani o'zida qolib ketadi. Shuning uchun ajoyib yechim qilishgan ekan. Men ko'rib o'zim ham xursand bo'ldim. Sababi pardamizga ham va interyerga ham umuman ta'sir qilmagan, xonani bemalol isitadi. Hozir ham mana issiq qishki kunida ham. Sizlarga ham tavsiya qilaman, radiator tashqarida tursin. Keyingi xonaga kiramiz. Bu ayollarimiz juda ko'p vaqtini o'tkazadigan oshxona. Oshxonani ko'rib turibsizlar, shunaqangi hashamatli va qulay, to'g'ri joylashuv qilgan ekan. Mana gaz o'z joyida, bu yerda rabochiy stol, kir uchun kir mashina va moyka. Bu joyda oshxonani to'g'ri joylashtiruvini ham aytib o'tib ketaman. Bu joyda eng to'g'ri yechim qilingan ekan. Xolodilnik boshiga qo'yiladi. Bu yerda mahsulot olinadi, yuviladi, to'rg'aladi va pishiriladi va mehmonga taqdim etiladi. Agar bu ketma-ketlik buziladigan bo'lsa, siz bir umr noqulaylikda ovqat pishirishingiz mumkin. Lekin bu mijozimiz esa albatta to'g'ri qaror qilganlar va kuxniyni to'g'ri joylashtirganlar. Biz bu xonaga shunaqangi plisse jalyuzi qo'yib berdik. Bu joyga parda qo'yib berganimizda albatta mijozimiz uchun noqulaylik tug'dirardi. Birinchi o'rinda derazani ochishga. Sababi bu joyda havo tez-tez alishib turishi kerak. Ovqat pishirilgandan keyin havo tezroq chiqib ketishligi uchun. Vitishkalar ham ancha-muncha yordam beradi, lekin havoni tezroq aylantirmoqchi bo'lsangiz, albatta deraza ochiladi. Bunda parda noqulaylik tug'dirishi mumkin. Shuning uchun Gloria Elegantdan shunaqangi qulay bo'lgan jalyuzi qo'yib berganmiz. Bu albatta interyerlarga ham juda ham mos keladi. Qaranglar, fishkalari. Bu oson yig'iladi. Deraza artmoqchi bo'lsangiz ham polni yig'ib qo'ysangiz bo'ladi, tepadan tushirsangiz ham bo'ladi. Va
Oddiy plissiyaga o'xshagan iplari ko'rinmaydi. Buni yonboshida shunaqangi falgalari bor. Xonadagi issiqlikni tashqariga chiqarmaydi va tashqaridagi sovuq yoki issiq havoni ichkariga olib kirmaydi. Juda ham qulay bo'lgan vosita. Men juda ko'plab mijozlarimizga tavsiya qilamiz. Teksturalari ham hozirgi yevropeyskiy modellarga tushadigan, har qanday interyerga tushadigani bor. Bu mingdan ortiq varianti bor bizda. Oshxonani ko'rdinglar. Endi navbatdagi yotoqxonani ko'rishinglar mumkin. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bu ikkita kvartirani bitta qilingan ekan. Shuning uchun kattaroq. Va remont qilgan ustalarga ham respekt deb qo'ymoqchiman, sababi remont qilgan ustalar haqiqatda qo'li gul. Men bitta ham haligi defektli narsa ko'rmadim. Va biz bu joyga shunaqangi skryty karnizga joy tashab ketishgan. Bunda ham однотонный monster material. Juda ko'plab mijozlarimizga tavsiya qilaman, sababi bu matoviy, umuman interyerni buzmaydi va shunaqangi bambuk tyul. Pardani bo'yi qancha bo'lishi kerak o'zi aslida yerdan 1-2 sm tashlash kerak. Ba'zilar kalta yoki uzun qilib qo'yadi. Bu esa buni skladkalari, buni tekis turishida xalaqit beradi. Shuning uchun interyerim boyroq ko'rinsin desiz, albatta skryty karniz qo'ying va shunaqangi matviy xonani interyeriga mos bo'lgan pardalardan foydalaning. Xonadagi kam ishlangan ranglar. Bunda ham mana shunaqangi joylar qilingan, TV zona qilingan, shu ranglarga moslaganmiz. Mebellarini ham ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli va hashamatli, qulay bo'lgan. Odamni ko'zini charchatmaydi. Ba'zi bir pardalar bor, ba'zi bir mebellar bor. Haligi guli bo'ladi, ichida mayda zarlari bo'ladi. U odamni ko'zini tezda charchatadi, uxlashga ham xalaqit beradi va tezda asabiy qilib qo'yadi. Shunaqa ranglar bor. Va biz mijozlarimizga shuni tavsiya qilamiz. Albatta har bitta nimani mutaxassis bilan gaplashgan holatda qilinsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Keyingi xonamizni ko'ramiz. Bu bizi kelajagimiz bo'lgan yosh avlod mijozimizni farzandlarini xonalari. Albatta farzand ulug' ne'mat. Buning uchun juda ham qulay sharoitlar yaratib berishgan. Ota-onalari balki o'zlarida bo'lmagandir, mana hozirga kelib shunaqangi yumshoq kravatlar, dars stollari, pardalarni ham eng zamonaviylari qilib beryapti. Bunday bolalar xudo xolisi kelajakda yetuk farzandlar bo'lishiga biz tilakdosh bo'lamiz va shu o'rinda ham to'g'ri bolalar xonasini tashkil qilishlikni aytib tavsiyalarimni berib o'taman. Birinchi navbatda mebel qilinayotganda yumshoq va haligi burchaksiz mebellardan foydalanilsa, sababi o'zimizda ham juda ko'p bo'ladi. Oyog'ida urib olishimiz mumkin o'tayotganda. Shu urmasligi uchun, urganda ham oyog'iga shikast yetmasligi uchun shunaqangi avalniy mebellar, yumshoq mebellardan foydalanilsa, bolalarga xavfsiz bo'ladi. Va albatta dars stol. Bu joyda mebel bilan shunaqangi kombinatsiya qilingan dars, ikkita bola bemalol dars qilsa bo'ladi, yozib, chizib, kompyuterlardan foydalansa bo'ladi. Albatta bu kerak o'qishi uchun va yorug'lik. Xonada mana ko'rib turibsizlar, 4 ta 5 ta galogen qo'yilgan, bu yerda dejurniy lampochkalar qo'yilgan va lyustra. Xona albatta yorug' ko'rinib turibdi. Bunga yana ham hashamat berilayotgan, yana ham qulaylik berilayotgan narsa parda. Pardani однотонный Turkiyani diamond materialidan qilingan однотонный tyul. Oq bilan bejviy kombinatsiya bo'lgan. Interyerga juda ham mos bo'lgan. Va skryty karniz. Skryty karnizni ko'rib turibsizlar o'zingizlar. Juda ham hashamatli, chiroyli chiqqan. Bu yorug'lik. Xona qanchalik yorug' bo'lsa, bola bemalol dars qiladi. Agar xona qorong'u bo'ladigan bo'lsa, bolani ko'zini zreniyasiga ham ta'siri bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'zimizni mahsulotlarimizni, o'zimizni ideyalarimizni sizlar bilan bo'lishib boramiz va YouTube kanalimizdagi ushbu videoga o'zingizni fikr va mulohazalaringizni va shu uy uchun qancha remont ketgan va shu uyga
qancha mablag' va qancha mehnat ketgan bu joydagi qilgan ustalarning ishiga o'zingizni baholaringizni berib o'tsangiz juda ham xursand bo'lardik va sizlarga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunaqa videolarni tez kunda ko'proq olishga, sizga taqdim etishga harakat qilamiz. Sababi uyini remont qilayotgan insonlar albatta bundan qandaydir bir manfaat oladigan bo'lsa, uyini rangini to'g'ri tanlolasa, chunki korobkali uylar olinyapti, bu joyda korobkada bilmaysiz. Albatta interyer dizaynerga chizdirishingiz kerak yoki boshqa. Kimlardir o'zim qilaman deydi, lekin xato qilib qo'yadi. Bunday xatoni qilmasligi uchun albatta bu videoni ko'rishinglarni va bunaqa videolar ko'payishini xohlasanglar, bu videoga like bosib, do'stlaringizga yuborib yoki bizning kanalimizga obuna bo'lsangiz juda ham xursand bo'lardik. Shunaqangi sifatli, hashamatli pardalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Gloria Elegant doimo xizmatinglarda sizlarni kutib qolamiz.